Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilarim. Bugun yana bog'imizda ishdamiz. Haligi ko'chatlar o'rtasidagi baylarni olib chiqdik. Mabetlardagi hamma ko'chatlar teyin o'tlar o'rdik mana apparatda. Dadam chekkalariga mabekka traktor dari qolgan ekan. Bunaqangi namligi uchun ariqda suv yurikkan bo'lib chiqmabdi. Shana ketmonda chiroyli qilib olib chiqyapmiz-da. Mana ketmonda olib chiqqan joylar. Qo'l qaltiroq. Mevalarga bitta baho berasizlar. Tomonda o'tini o'rishga ulgurmadik. Suv kelib qoldi. Ana shu tomonda. Chiroyli qo'lorak. Like, comment, podpiska bo'lish esdan chiqmasin. Sizlar uchun kontent olishda davom etaman.